Tasavvur qiling, bor yo'g'i 21 kvadrat kilometr maydonga ega davlat. Aholisi atigi 10 ming atrofida. Na daryosi, na tog'lari bor. Hattoki qishloqlari ham yo'q. Lekin bir paytlar bu yerda odamlar ishlamasdan ham boy yashagan. Uy-joy, elektr, sog'liqni saqlash hammasi bepul. Davlat har bir fuqaroga oyma-oy pul tarqatgan. Bolalar chet elda bepul o'qigan. Bemorlar Avstraliyada tekinga davolangan. Ular yer ostidan chiqayotgan bir moddaga tayanib yashashgan. Biroq bugun bu davlat halokat yoqasida. Aholining 90% ortiqcha vaznga ega. Har ikkinchi odamda diabet bor. Tabiat vayron, tuproq o'lik, suv tanqis, oziq-ovqat import va eng yomoni boylik tugagan, orzular qulagan. Bu davlatning nomi Nauru. Hayratlanarlisi shundaki, bu kichik orolda temir yo'l tizimi mavjud. U 1907-yilda Nauruda fosfat qazib olish boshlangan vaqtda barpo etilgan. Fosfat tog' jinslari markaziy hududdagi qazish joylaridan orolning g'arbiy qirg'og'idagi Ayvo portigacha tashilishi kerak edi. Shuning uchun ham 3.9 kilometrlik temir yo'l qurildi. Nauru Tinch okeanining g'arbiy qismida, Mikroneziya mintaqasida joylashgan. Yaqin atrofida birorta ham yirik materik yo'q. Avstraliyadan 4000 kilometr uzoqlikda. Uning maydoni bor yo'g'i 21 kvadrat kilometr. Bu Toshkentdagi Yakkasaroy tumani yoki Olmazor tumani bilan teng. Fosfat bir necha million yillik tabiiy jarayon natijasida to'plangan. Ammo uni qazib olish bor yo'g'i 70 yilga cho'zildi. Bugun esa orolning 80% qazib tashlangan. Sayoz karyerlarga aylangan. Tabiat qashshoqlashgan. Tog'lar yo'q, daraxtlar yo'q. Hosil beradigan yer qolmagan. Qolgan yerda esa odamlar yashaydi. Yashashga harakat qilishadi. Ammo u yerda hayot og'ir. Sababi Nauru bugun oziq-ovqat ishlab chiqarmaydi. Hamma narsa tashqaridan keladi. Konserva, kolbasa, chips, tez tayyor ovqatlar. Natijada bugun Nauruda har ikkinchi odam semizlik yoki diabetdan aziyat chekmoqda.